Assalomu alaykum. Homiladorlikning dastlabki 12-haftasi bu kelajakdagi chaqaloq hayotidagi eng muhim davrlardan biri hisoblanadi. Aynan shu davrda oddiy hujayralar to'plamidan asta-sekin yuragi, miyasi, qo'l-oyoqlari va boshqa a'zolari shakllanayotgan embrion rivojlanadi. Xo'sh, 1-haftadan 12-haftagacha homila qanday o'zgaradi? Keling birgalikda ketma-ket kuzatamiz. 1-2 haftasida homiladorlikning dastlabki hisoblanadigan haftalarida urug'lanish hali sodir bo'lmagan bo'lishi mumkin. Urug'lanishdan so'ng spermatozoid va tuxum hujayra qo'shilib, zigota hosil qiladi. Zigota bachadon nayidan bachadon tomon harakatlanib, ketma-ket bo'linadi. Keyinchalik u bachadon shilliq qavatiga joylashadi. Bu jarayon implantatsiya deb ataladi. 3 va 4-haftalarida embrionning rivojlanishi juda tezlashadi, jadallashib harakatlanadi. Hujayralar turli vazifalarni bajarishga ixtisoslasha boshlaydi. Embrionning asab tizimi uchun asos bo'ladigan nerv naychasi shakllanadi. Yurak va qon tomir tizimining dastlabki tuzilmalari paydo bo'ladi. 4-hafta oxiriga kelib embrion hali juda kichik bo'lsa-da, uning asosiy tana tuzilmalari shakllanishni boshlagan bo'ladi. 5-6-haftalarida embrion rivojlanishida muhim bosqich boshlanadi. Yurakning dastlabki tuzilishi rivojlanib, yurak faoliyati boshlanadi. Miya va orqa miyaning rivojlanishi davom etadi. Qo'l va oyoqlarning dastlabki kurtaklari paydo bo'ladi. Ko'z va quloq tuzilmalarining dastlabki belgilari ham shakllana boshlaydi. Shu sababli homiladorlikning ilk haftalarida onaning salomatligi va zararli omillardan himoyalanish ayniqsa muhim hisoblanadi. 7 va 8-haftalarida embrion yanada aniqroq inson shakliga kira boshlaydi. Qo'l va oyoqlar uzayadi. Barmoqlarning dastlabki shakllanish jarayoni boshlanadi. Yuz tuzilmalari, ko'zlar, burun va quloqlarning rivojlanishi davom etadi. Ichki a'zolarning ko'pchiligi o'zining dastlabki shakllanishi bosqichida bo'ladi. 8-hafta oxirida embrionning asosiy tana tuzilmalari allaqachon shakllangan bo'ladi. Taxminan 9-haftadan boshlab embrion rivojlanishining yangi bosqichiga o'tadi va tibbiy jihatdan homila deb ataladi. Bosh qismi hali tanaga nisbatan katta bo'lib turadi. Yuz tuzilmalari yanada rivojlanadi. Qo'l-oyoqlar va bo'g'imlar shakllanib, harakatlanish imkoniyati paydo bo'ladi. Biroq bu harakatlarni ona hali sezmasligi mumkin. 11-12 haftalarga kelib, homilaning tana tuzilishi yanada rivojlangan bo'ladi. Barmoqlar aniqroq ajraladi. Yuz tuzilmalari rivojlanishda davom etadi. Buyraklar, ovqat hazm qilish va boshqa organ tuzilmalari faoliyati rivojlanib boradi. Homila harakatlana boshlaydi, ammo odatda ona bu harakatlarni hali sezmaydi. 12-haftaga kelib, birinchi trimestr yakunlanadi va homila keyingi rivojlanish bosqichiga o'tadi. Onada qanday o'zgarishlar kuzatiladi? Bu davrda onaning organizmida ham katta o'zgarishlar sodir bo'ladi. Ko'ngil aynishi, qusish, charchoq, uyquchanlik, hidlarga sezgirlik va ko'krak sohasida og'riq yoki taranglik kuzatilishi mumkin. Bunday belgilar ko'pincha gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq hisoblanadi. Ammo kuchli yoki to'xtamaydigan qusish, kuchli qorin og'rig'i yoki qon ketish kabi belgilar kuzatilsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qilishingiz zarur. Muhim tavsiyalar: homiladorlikning dastlabki trimestrida ayol o'z salomatligiga alohida e'tibor berishlari zarur. Shifokor tavsiyasiga ko'ra foliy kislotasi qabul qilish, muvozanatli ovqatlanish, zararli odatlardan voz kechish va belgilangan tibbiy ko'riklardan vaqtida o'tish muhim hisoblanadi.
Har qanday dori vositasini shifokor bilan maslahatlashmasdan qabul qilmaslik zarur. Xulosa o'rnida homiladorlikning dastlabki 12 haftasi embrionning asosiy a'zolari va tana tuzilmalari shakllanadigan nihoyatda muhim davr hisoblanadi. Bu davrda ona salomatligi ham, farzand embrionning salomatligi ham muhim ahamiyat kasb etishi zarur. Bir necha hafta ichida mikroskop hujayralar to'plamidan rivojlanayotgan kichik inson organizmiga qadar ulkan o'zgarishlar yuz beradi. Agar sizga homiladorlikning har bir haftasiga rivojlanishini alohida ko'rsatadigan videolar qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like bosing, izoh yozing. Keyingi videolarda ikkinchi trimestrda homilaning qanday rivojlanishini ko'rib chiqamiz. Sog'lom onadan sog'lom farzandlar tug'iladi. Assalomu alaykum. Bugungi videomiz homiladorlikning 2-trimestri, ya'ni 13-haftadan 27-haftagacha bo'lgan davr haqida bo'ladi. Bu davrda chaqaloq juda tez rivojlanadi. Onaning organizmida esa ko'plab yangi o'zgarishlar yuz beradi. Keling, 13-haftadan 27-haftagacha bo'lgan davrni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. 13-16 haftalar ikkinchi trimestrning dastlabki haftalarida chaqaloq faol o'sishda davom etadi. Miya va asab tizimi rivojlanadi. Qo'l-oyoqlar faol harakatlana boshlaydi. Yuz tuzilmalari yanada aniq shakllanadi. Onada esa ko'ngil aynishi kamayishi, energiya va ishtahaning yaxshilanishi mumkin. Qorin asta-sekin bilinadigan bo'la boshlaydi. Bu davrda shifokor tavsiya qilgan prenatal vitaminlarni qabul qilish va muntazam nazorat muhim hisoblanadi. 17-20 haftalarda homilaning harakatlari tobora faol harakat bo'ladi. Ko'pchilik ayollar chaqaloq harakatlarini taxminan
18-20 haftalarda sezishni boshlaydi. Biroq bu har bir homiladorlikda turlicha individual bo'lishi mumkin. Chaqaloqlarning eshitish tizimi rivojlanadi, miya va asab tizimi faol takomillashadi, suyak va mushaklar mustahkamlanadi. 20 haftalar atrofida shifokor tavsiyasiga ko'ra batafsil ultratovush tekshiruvi o'tkazilishi mumkin. Onada qorin kattalashishi, bel og'rig'i, jig'ildon qaynashi yoki oyoqlarda yengil shish ham kuzatilishi mumkin. 21-27 haftalarda chaqaloqning harakatlari yanada sezilarli bo'ladi. Eshitish qobiliyati rivojlanadi. Ko'zlar yorug'likka javob bera boshlaydi. Miya, yurak, o'pka va boshqa organlarning rivojlanishi davom etadi. Chaqaloqning terisi himoya qiluvchi yog'simon qatlam verneks va mayin tukchalar lanugo bilan boyiydi. Onada qorin kattalashishi, bel yoki oyoqlarda noqulaylik, charchoq, uyqusizlik va yengil shish ham kuzatilishi mumkin. Bu davrda sog'lom ovqatlanish, yetarli suyuqlik iste'mol qilish va shifokor ruxsat bergan yengil jismoniy faolliklardan foydalanish zarur hisoblanadi. 25-27 haftalarda chaqaloq tez vazn yig'ishda davom etadi. Miya va asab tizimi yanada rivojlanadi. Eshitish qobiliyati yaxshilanadi. Ko'zlar yorug'likka sezgir bo'la boshlaydi. O'pka rivojlanishda davom etadi. Nafas olishga tayyorgarlik jarayoni shakllanadi. Chaqaloqlarning harakatlari kuchliroq va aniqroq sezilishi mumkin. Onada esa qorin kattalashishi, bel og'rig'i, oyoqlarda shish, tez charchash, uyquning buzilishi va nafas qisishi kabi holatlar uchrashi mumkin. Ikkinchi trimestrda sog'lom ovqatlanishga ham odat qiling. Homiladorlik davomida muvozanatli ovqatlanishga harakat qiling. Sabzavot, meva, oqsilga boy mahsulotlar, sut mahsulotlari va boshqa foydali oziq-ovqatlarni ratsioningizga kiriting. Yetarli miqdorda suyuqlik iste'mol qiling. Shifokor ruxsat bergan bo'lsa, yurish yoki homiladorlar uchun mos yengil mashqlar bilan shug'ullanish mumkin hisoblanadi. Yetarlicha dam oling va uyquga e'tibor bering. Shifokor tavsiya qilmagan dorilarni o'zboshimchalik bilan qabul qilmang. Alkogol, tamaki mahsulotlari va spirtli, gazli ichimliklarni iste'mol qilmaslik qat'iyan talab qilinadi. Tibbiy nazorat. Ikkinchi trimestrda shifokor ko'rigiga muntazam borish juda muhim hisoblanadi. Shifokor homiladorlikning kechishiga qarab ultratovush, qon va siydik tahlillari hamda boshqa zarur tekshiruvlarni belgilashi mumkin. Ayniqsa 18-22 haftalar atrofida homilaning anatomik rivojlanishi baholash uchun batafsil ultratovush tekshiruvi tavsiya qilinishi mumkin. 24-28 haftalar oralig'ida esa ko'plab homilador ayollarda gestatsion diabetni aniqlash uchun glyukoza testi o'tkaziladi. Bunga juda muhim e'tibor berishingiz talab qilinadi. Qachon shifokorga murojaat qilishingiz zarur? Homiladorlikda ayrim belgilarni e'tibordan qoldirmaslik zarur hisoblanadi. Qindan qon ketishi, suv kelishi, kuchli yoki davomli qorin og'rig'i, kuchli bosh og'rig'i, ko'rishning buzilishi, yuz va qo'llarda to'satdan kuchli shish, isitma, arterial bosimning ko'tarilib ketishi, nafas olishning qiyinlashishi yoki homila harakatlarida sezilarli o'zgarishlar kuzatilsa, zudlik bilan tibbiy yordamga murojaat qiling. 13-27 haftalarda homiladorlikning juda muhim davri hisoblanadi. Bu davrda chaqaloqning miya, asab tizimi, o'pka, yurak, suyak va boshqa organlar faol rivojlana boshlaydi. Onaning organizmi esa chaqaloqning o'sishiga moslashishda davom etadi.
Har bir homiladorlik individual hisoblanadi. Shuning uchun internetdagi ma'lumotlardan ko'ra sizni kuzatayotgan shifokorning tavsiyalari muhimroq hisoblanadi. O'zingizni asrang, sog'lom ovqatlaning, yetarlicha faol dam oling va muntazam tibbiy nazoratda bo'ling. Har kuni piyoda sayr qiling. Toza havoda ko'proq yurish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, foydali oziq-ovqat mahsulotlaridan mevalarni ko'proq iste'mol qilish farzand va ona salomatligi uchun ham juda foydali hisoblanadi. Sog'lom ona, sog'lom bola. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Va ushbu ma'lumotlarni homilador bo'lgan yaqinlaringiz bilan ham ulashib qo'ying. Keyingi videolarda homiladorlikning 3-trimestri, ya'ni 28 va 40 haftalarda ona va bola organizmida qanday o'zgarishlar sodir bo'lishini ham ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomiz homiladorlikning eng muhim davrlaridan biri hisoblangan 3-trimestr haqida. 3-trimestr odatda homiladorlikning 28-haftasidan boshlanib, tug'ruqgacha davom etadi. Bu davrda chaqaloq tez vazn yig'adi, organlar yetiladi va ona organizmi tug'ruqqa tayyorlana boshlaydi. Agar siz yoki yaqin insoningiz homiladorlikning so'nggi oylarida bo'lsa, ushbu video siz uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida tug'ruq yaqinlashayotganini ko'rsatishi mumkin bo'lgan muhim belgilar haqida gaplashamiz. Homiladorlikning 28-haftasiga kelib, chaqaloqning rivojlanishi ancha yuqori bosqichga yetadi. Bola faol harakat qiladi. Uning qo'l va oyoq harakatlari ona tomonidan aniqroq sezilishi mumkin. Bu davrda chaqaloqning miyasi faol rivojlanishda davom etadi. Nafas olish tizimi ham yetilish jarayonida bo'ladi. Bolaning ko'zlari ochilib, yumilishi tovushlarga reaksiya bildirishi mumkin. Ona organizmida esa qorin kattalashgani sababli kundalik faoliyat biroz qiyinlashishi mumkin. Bel og'rig'i, oyoqlarda charchoq, tez-tez siyish va uyqu bilan bog'liq qiyinchiliklar kuzatilishi mumkin. Ba'zi ayollarda oyoq-qo'llarda yengil shish paydo bo'ladi. Biroq shish juda kuchli bo'lsa yoki yuz va qo'llarda birdaniga paydo bo'lsa, ayniqsa bosh og'rig'i, ko'rishning xiralashishi yoki qon bosimining ko'tarilishi bilan birga kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilishingiz zarur. 31-33 haftalarda chaqaloq tez o'sishda davom etadi. Bola asta-sekinlik bilan yog' to'play boshlaydi. Bu yog' tug'ilgandan keyin tana haroratini saqlashga yordam beradi. Miya va asab tizimi rivojlanishi davom etadi. Chaqaloqning harakatlari kuchliroq sezilishi mumkin. Ba'zida ona qornida bolaning tepishi yoki burilishi hatto tashqaridan ham ko'rinib qolishi mumkin. Bu davrda ona tezroq charchashi, nafas qisishi yoki yurak urishi kuchliroq sezishi mumkin. Buning sabablaridan biri kattalashayotgan bachadonning
diafragmaga va boshqa ichki a'zolarga bosimni hisobiga bo'ladi. Shuningdek, jig'ildon qaynashi ham ko'p uchraydigan holat hisoblanadi. Noqulayliklarni kamaytirish uchun ovqatni oz-ozdan, lekin tez-tez iste'mol qilishingiz zarur va ovqatdan keyin darhol yotib olmaslik foydali hisoblanadi. 34-36 haftalarga kelib, endi homiladorlikning oxirgi haftalariga tobora yaqinlashib borasiz. 34-36 haftalarda chaqaloqning vazni va bo'yi yanada ortadi. Ko'plab organlar rivojlangan bo'lsa-da, ayrim tizimlar hali ham yetilishda davom etadi. Bolaning bosh miya faoliyati va nafas olish tizimi rivojlanishda davom etadi. Ko'plab organlar rivojlangan bo'lsa-da, ayrim tizimlar hali ham yetilishda davom etadi. Bolaning bosh miya faoliyati va nafas olish tizimi rivojlanishda davom etadi. Ona uchun esa qorin juda kattalashgani sabab yurish, zinadan chiqish yoki uzoq vaqt bir holatda turish qiyinlashishi mumkin. Uyqu ham avvalgidek qulay bo'lmasligi mumkin. Bu davrda ona tug'ruq uchun kerakli narsalarni oldindan tayyorlab qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. Hujjatlar, tibbiy ma'lumotlar, ona va chaqaloq uchun kiyimlar hamda boshqa zarur buyumlarni tayyorlab qo'yish tug'ruq yaqinlashganda ortiqcha shoshilishning oldini oladi. 37-haftadan boshlab homiladorlik tug'ruqqa juda yaqin bosqichga kiradi. Chaqaloq tug'ilishga tayyorlanadi. Ko'pchilik chaqaloqlar bu davrda boshini pastga qaratib, tug'ruq kanaliga mos holatga keladi. Ammo bolaning joylashuvi har bir homiladorlikda turlicha bo'lishi mumkin. Shifokor ko'rik va tekshiruvlar orqali bolaning holatini nazorat qilib boradi. Bu davrda ona qornining biroz pastlaganini sezishingiz mumkin. Nafas olish yengillashishi mumkin, ammo siydik pufagiga bosim ortgani sababli hojatxonaga tez-tez borish kuzatilishi mumkin. Shuningdek, bachadonning qisqarishlari sezila boshlashi mumkin. Ba'zi qisqarishlar tartibsiz bo'ladi va dam olish yoki holatni o'zgartirish bilan kamayishi mumkin. Ammo muntazam ravishda takrorlanadigan, bora-bora kuchayadigan qisqarishlar tug'ruq boshlanayotganidan dalolat berishi mumkin. 5-qism homilaning harakatlari. 3-trimestrda bolaning harakatlarini kuzatish juda muhim hisoblanadi. Bola qornida avvalgidek faol harakat qilayotganini ona sezib turadi. Harakatlar turi o'zgarishi mumkin, chunki bola kattalashganligi sababli bachadonda joy kamayadi. Ammo bolaning harakatlari keskin kamayib qolishi yoki odatdagidan sezilarli darajada o'zgarishi e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Bunday vaziyatda shifokor yoki tug'ruqxona bilan bog'lanish zarur. Bolaning harakatlarini kuzatish bo'yicha shifokoringiz bergan tavsiyalarga amal qiling. Ona o'ziga qanday g'amxo'rlik qilish kerak? 3-trimestrda sog'lom ovqatlanish muhim. Ratsionda oqsil sabzavotlar, mevalar, butun don mahsulotlari va shifokor tavsiya qilgan boshqa oziq-ovqatlar bo'lishi kerak. Yetarli suyuqlik iste'mol qilish ham muhim. Agar shifokor suyuqlikni cheklashni tavsiya qilmagan bo'lsa, jismoniy faollik masalasi esa individual holat hisobga olinishi zarur. Agar homiladorlik normal kechayotgan bo'lsa, shifokor tavsiyasi asosida yengil yurish kabi faoliyatlar foydali bo'lishi mumkin. Og'ir yuk ko'tarish yoki haddan tashqari zo'riqishdan saqlanish zarur. Shuningdek, shifokor belgilangan prenatal ko'riklarni o'tkazib yubormasligi juda muhim hisoblanadi. Bu tekshiruvlar ona va chaqaloq holatini kuzatish hamda ehtimoliy muammolarni vaqtida aniqlashga yordam beradi. Qachon zudlik bilan shifokorga murojaat qilishingiz zarur? Homiladorlikning 3-trimestrida ayrim belgilar shoshilinch tibbiy baholashni talab qiladi. Masalan, qindan qon kelishi, suv kelishi yoki suyuqlik oqishi.
Bolaning harakatlari keskin kamayishi, kuchli yoki doimiy qorin og'rig'i, muntazam va kuchayib borayotgan qisqarishlar, kuchli bosh og'rig'i, ko'rishning xiralashishi yoki ko'z oldida chaqnashlar kuzatilishi mumkin. Yuz va qo'llarning keskin shishishi, nafas olishning keskin qiyinlashishi. Bunday belgilar paydo bo'lsa, uyda kutib o'tirmasdan tibbiy yordamga zudlik bilan murojaat qilishingiz zarur. Tug'ruqqa tayyorlanish bu homiladorlikning oxirgi haftalarida nafaqat jismoniy, balki ruhiy tayyorgarlik ham muhim hisoblanadi. Tug'ruq jarayoni haqida ishonchli ma'lumotga ega bo'lish, shifokor bilan savollarni muhokama qilish va tug'ruqxona uchun kerakli narsalarni oldindan tayyorlash zarur hisoblanadi. Tug'ruq boshlanganda kim bilan bog'lanish, shifoxonaga qanday yetib borish va zarur hujjatlarni qayerda saqlash kabi masalalarni oldindan rejalashtirib qo'yish mumkin. Eng muhimi, har bir homiladorlik individual ekanini unutmang. Internetdagi ma'lumotlar shifokorning individual tavsiyasini almashtirmaydi. Xulosa o'rnida, demak, homiladorlikning 3-trimestri chaqaloq tug'ilishiga tayyorlanadigan va ona organizmi tug'ruqqa moslashadigan juda muhim davr hisoblanadi. 28-haftadan boshlab chaqaloq faol rivojlanishda davom etadi, vazn yig'adi va organlari yetiladi. Ona esa qorin kattalashishi, charchoq, bel og'rig'i, uyqudagi qiyinchiliklar va boshqa tabiiy o'zgarishlarni boshdan kechirishi mumkin. Bu davrda shifokor nazorati, sog'lom ovqatlanish, yetarlicha dam olish va bolaning harakatlarini kuzatish muhim hisoblanadi. Aziz tomoshabinlar, agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va videoni homilador bo'lgan yaqinlaringiz bilan ham ulashing. Keyingi videolarda homiladorlikning har bir haftasida ona va chaqaloq qanday o'zgarishlar bo'lishini batafsil ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.